Yo'q, hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan Shadow 7. Bugun biz Minecraftda survival qilamiz. 100 kun qolishga harakat qilamiz. Bu qismli bo'lishi mumkin. Shuning uchun like bosib obuna bo'lib, podpishkani bosib yuboringlar. Yo, bolalar like bosishni unutmanglar. Va biz boshladik. Bo'ldi, biz boshladik. Birinchi bo'lib daraxt chopishdan boshlaymiz. Bizga 3 dona daraxt ham yetib qoladi. Biz bu videoni tayyorlashga juda ko'p vaqtimiz ketgan va like bosishni unutmanglar. Obuna bo'lib, podpishkani bosib yuboringlar. 200 taga yaqin qoldi. Endi 400 ta qilib yuboringlar, tezroq shu oy 400 ta bo'laylik. Birinchi kirka yasab olamiz. Va tosh qaziymiz. Eshitgan bo'lsanglar, bu versiyada 1.21.130 da blokdan yasasa bo'ladi, eritib yasasa bo'ladi kiyimlar, qurol aslahalar. Faqat tokinaziya ham qo'shilgan. Buni ikkita xususiyati bor va sizlarga imkoni borligida ko'rsatib beraman. Birinchi foydalanish uchun keskin va silkin. Va ikkinchisi yugurib kelib urasiz. Tezligingizga qarab kuchini ko'paytirib beradi. Tosh yetib qoladi. Kirka. Shadow men qolib ketdim. Tushyapman. Dragon ko'p degan. Boshqarini nima chiqadi? Ochib qo'y, qorong'i bo'lib qoldi. Ochib qo'ying. Endi biz ozgina cho'p yasab olamiz va qilich, bolta, kirka yasab olib, vijivaniyani boshlaymiz. Mettagi misti kavlamadingiz. Hozir kavla olamiz. Toshli kirkada kavlanadi bu. Men ham kavla. Ikkalamizga bemalol yetadi shu. Va bo'lmasam ketdi. Blok kerak, blok. Hozir tashlab yuboraman. Ana. Chiqing. Verstakda oldim o'zim. Birinchi bo'lib qishloq topsa yaxshi bo'lardi oziq-ovqatga. Eritib olish kerakmi uni? Bo'lmasam bu to'xtada eritib turamiz. g'orga o'xshash narsa bor ekan, borib ko'raman. Ko'mir bor bo'lsa. Shu ikkitaga yetib qolsa, yana daraxt chopgan joy ekan. Bo'ldi, endi qolganini ham eritamiz. Ovqat topish kerak. Qo'ymol. Bitta ham yo'q ekan bunaqa biyomda. Chiqib qoladi. Cho'chqadan tashqari hech nima yo'q. Jungli bor ekan, balkim qasr bo'lar u yerda. Bosamizmi? Yo'q, oddiy biyom ekan. Endi biz bu narsalardan Bo'lmasam orqamdan kelarsiz ko'rsatkichda. Shu ko'pirdan Men borib ovqat topib turaman. Shu ko'pirdan endi narsalar, qurol sohalar yasaymiz. Qo'y birinchi. Faqat boshqacha rangda.
Bo'ldi. Ikkita go'sht tushdi. Endi yasashni boshlaymiz. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Rahmat. Like bosishni unutmanglar. Bolta yasaymiz. Tayog'i yetmay qoldi bizga. Tayoq yasab, endi ko'rka yasaymiz. Shunaqa Asohiga ham yetar ekan. Shunaqa videolar ko'proq chiqishini istasangiz, like va obuna bo'ling. Agar shu video 200 ta like yig'adigan bo'lsa, biz hardcore o'ynab ko'ramiz. Endi Kechqurun tushishni boshlayapti sekin-sekin. Dragon Cube oldiga spam bo'lamiz. Bo'ldi. Mana, ey go'sht mana. Eritish kerak buni. Mana tashlayapman. 2 dona ekan, bitta menga, bitta sizga. Mana Bo'lmasam men yana narsa qidirgani ketdim, siz eritib turing. bu narsalar joylab olish kerak. Ulardan ichki inventarga olib qo'yamiz. Bu kerak bo'lib qoladi. Bu kerak. Bo'ldi, go'sht tayyor. Sog' bo'ling. Mis topdim va ko'mir ham topdim. Shu yerda ertalab tushguncha yashab turamiz, ungacha chiqib. Fakil yasaylik. Mana hozir verstak qo'ydim. Taxtabon Yasadim. Go'shtdan bering. mana go'sht. Mis menga ham qo'ysin. Bo'ldi, menga mis kerak emas. Asli yasab oldimizda. Qo'shib turmay ko'mir qazib olaman. Bo'pti. Bittamiz bor ekan. Kon topdim. Ashkonga tushdim o'zi. Topmas ekan. Tupik emas. Faqat moblar borda bu yerda o'ldirib olishi mumkin. Shunga shu yerda ertalabgacha kutib turaylik, tushamiz. Bo'ldi, go bosaveramiz. Bo'lmasa hozir misni yig'ib olay. Aslaqa yasash kerak. Shu yerda qoldim. Degan go'rga. Kirbe. Mana fakirimizni o'ldirdi. Temir, birinchi temir emas. Bu qoldi. Bu qoldi, bug bo'lyapti o'yin. Nima bo'lyapti? Shadow pakini igru. Shadow chiqib ketdingiz. Bizda ozgina nosozliklar bo'ldi. Men qaytib kirdim, uzrasizlar, ozgina nosozliklar bo'lib qoldi serverda. Va albatta boshqa qaytarilmasligiga harakat qilamiz. Bo'ldi, go endi g'orga. Go ketyapmiz. Bu yerda yana yo'llar bor ekan. Ovqat topish kerak, tezroq tepaga chiqib, bo'lmasam o'lishimiz mumkin. Bo'lmasam Shadow meni o'ldirasiz. Bo'pti do'stlar. Agar shu video 50 ta bo'pti. 25 ta bo'lsa ham, like yig'adigan bo'lsa ham, ikkinchi qism chiqaramiz. Ikkinchi qismda full temir bo'lishga harakat qilamiz. Obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar.